Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Xudo xolasa navbatdagi obyektimiz Namangan shahar, Namangan tumani, Qirg'izqo'rg'on qishlog'idan bo'lyapti. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Narxlari bilan xudo xolasa qanday bo'lish jarayonlarini tushuntirib beraman. Birinchi bu obyektimizda joylarni o'lchab, uklonlarni chiqarib, xuddi shunaqa zaspga qilib, vibrakatoyimiz bilan chiroyli qilib joylarni qatirib asfaltga tayyorlab oldik. Undan keyin asfalt yoyilib, oddiy shunaqa katoyimiz bilan bir qator yuriladi. Undan keyin ustidan xudo xolasa vibratorli katoyimiz bilan chiroyli qilib yurib, yaxshilab trammovka qilib chiqdik. Bu vibrakatoy xudo xolasa asfaltni yana ham sifatli bo'lishini ta'minlaydi. Uzoq yil xizmat qilishini ta'minlaydi xudo xolasa. Asparimizga kelsak, xuddi shunaqa Farg'onani mayn asparidan bo'ladi. Saqichlari ham yaxshi qo'shilgan bo'ladi. 1 yil kafolat bo'ladi xudo xolasa. Undan keyin oxirida qumlarni ham sepib chiroyli qilib qo'yamiz. Ko'pchilik aytayapti, asfalt bosilgandan keyin ustiga sement sepish kerakmi, qum sepish kerakmi deb. Sement yaxshi effekt bermaydi, qum sepiladi, chunki oralariga qum kirib qolib, asfalt bilan birikib, yana ham baquvvat bo'lishini ta'minlaydi. Narxiga keladigan bo'lsak, bu xonadonimizga kvadrat hisobida 70 ming so'mdan qilib berdik. Ekranda nomer qoldirdik. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Ekrandagi nomerga aloqaga chiqarasizlar. Like bosib, podpiska bo'lib qo'yinglar.